Ko'rib turganinglar, toshlar bular marjonlar emas, qovoqda, ya'ni CD qopida to'planib qolgan toshlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Saidana tibbiyot markazimizga bir qiziq bemorimiz murojaat qilib keldi. Bemorimizda sidik tutilishi, qiynalib, kuchanib siyish shikoyatlari bo'lgan. Biz bemorimizga tekshiruv qilganimizda, tekshiruvlarda juda ham ajib bir manzaraga guvoh bo'lyapmiz. Ko'rayotgan bu holatlarimiz bu oq marjonlar, bular hammasi toshlar. Bu marjonlar, ya'ni qovog'i to'la qilib turgan bir 100 ta deymizmi, 150 ta deymizmi, mayda toshlari bor. Bu toshlar prostata bezi adenomasi tufayli pastga tushib ketmagan, buyrakda hosil bo'lgan mayda toshchalar qovoqqa tushib, qovoqda bu toshlar kattalashib, mana shu holatda olib kelgan. Bu bemorimizga ko'p yerda toshni olish maslahat berishgan ekan. Lekin biz bemorimizga toshni olish emas, balki birinchi o'rinda prostatektomiya, ya'ni prostata bezini olib tashlash, qo'yib yoki tur amaliyotini taklif etdik. Bu amaliyotdan so'ng bemorimizning balki toshlari o'zi tabiiy yo'l bilan tushib ketadi. Operatsiya jarayonida ikkita operatsiya, ham toshni, ham adenomadan bemorimizni qutultiramiz. Agarda sizlarda ham xuddi shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizni Saidana tibbiyot markazimizga murojaat qiling. Biz sizga professional yordam beramiz.